Assalomu alaykum. Robotlar butun dunyo odamlarning ishini yengillatayotgan kelajak zamonida bir detektiv yigit hali ham ularni insoniyat uchun xavfli deb hisoblashda davom etadi. Tabiiyki atrofidagi zamonaviy odamlar uni tomi ketgan deb o'ylashadi. Lekin keyingi voqealar aslida qahramonimizning juda haq bo'lganini isbotlaydi. Budilnikning yoqimsiz jiringlashi detektiv Del Spoonerni tungi dahshatli tushidan uyg'otadi. Yorqin quyoshli kun bir juft yangi krossovkalarni aylantirib kelishning ayni vaqti. Albatta, hovlida allaqachon 2035-yil va robotlar Chicago shahridagi har bir uyni ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Narsalarni yetkazib berish, chiqindilarni olib chiqish yoki itni sayr qildirish. Robotga qanday vazifa topshirmang, u buni a'lo darajada uddalaydi. Odamlar bunday yordamchilardan hayratda. Faqatgina Spooner robotlarda haqiqiy xavfni ko'rayotgan yagona odam edi. Ishga ketish yo'lida Del ayollar sumkachasi bilan yugurib ketayotgan robotni payqab qoladi. Ko'p o'ylab o'tirmasdan politsiya ofitseri robotni o'g'ri deb o'ylab, chaqqon androidning ketidan quva ketadi. Spooner uni yerga yiqitib, boshiga to'pponchani tiraydi. Lekin shu zahoti ma'lum bo'lishicha, robot shunchaki o'z bekasiga u uyda unutib qoldirgan ingalyatorni keltirishga shoshilayotgan ekan. Detektivning xatti-harakatidan norozi bo'lgan ayol uni o'sha zahoti ahmoq deb ataydi. Keyinchalik bu noqulay vaziyat uchastkada Spoonerning hamkasblari tomonidan masxara mavzusiga aylanadi. Kutilmaganda uning bo'limiga robotlar yaratuvchi US Robotics korporatsiyasiga zudlik bilan yetib kelish haqida so'rov kelib tushadi. Chaqiriqqa yetib kelgach, Spooner o'zining qadrdon tanishi Dr. Alfred Lenningni jonsiz holda topadi. Uning yonida esa kichik golografik proyektor turardi. Yozuvni qo'yib ko'rgach, detektiv Lenning ushbu tergov uchun aynan uni tanlaganini bilib oladi. Chunki u uning aqliga ishonadi va endi Spooner olimning nima sababdan halok bo'lganini aniqlashi kerak. Kriminalistlarning fikricha bu odam o'zini tinchitgan. Zero Lenning kabinetining eshiklari ichkaridan yopilgan. Olimning tanasidagi jarohatlar esa katta balandlikdan yiqilishga xos. Shu versiyani kompaniya direktori Lawrence Robertson ham ma'qullaydi. Spooner Lawrencening har bir xonadonni robotlar bilan to'ldirish istagi uchun unga piching qilib o'tish imkoniyatini boy bermaydi. US Robotics odamlari albatta har bir uydagi robot ishsizlikning shiddatli o'sishiga teng. Endi detektivning androidlarga bo'lgan nafrati tushunarli. Axir qachonlardir ular tufayli uning otasi ishidan ayrilgan edi. Lekin tergovni davom ettirish vaqti Bazitron robotlar psixologiyasi bo'yicha mutaxassis Susan Kelvin bilan suhbatlashishning ayni vaqti. Ayol Spoonerga Vicky, US Roboticsning markaziy kompyuteri bo'lgan virtual interaktiv kinetik intellekt haqida gapirib beradi. Detektiv Vickydan o'ynasinishidan bir daqiqa oldingi laboratoriyani ko'rsatishni so'raydi. Lekin negadir aynan shu davrdagi kameralar ma'lumotlari shikastlangan bo'lib chiqadi. Lenningning laboratoriyasini o'rganar ekan, Spooner singan oyna yonidan Gensel va Gretel kitobini topadi. So'ngra oyna paketining mustahkamligini tekshirib ko'radi. Biroq oyna sinmadi. Bu esa detektivda qariya bir o'zi buni uddalay olmas edi. Unga aniq yordam berishgan degan fikrni uyg'otadi va Spooner Kelvinga bunga robotlarning aloqasi borligiga shama qiladi. Lekin ayol robot texnikaning 3 ta qonunidan iqtibos keltirib, uni fikrdan qaytarishga urinadi. Unga ko'ra robot insonga zarar yetkaza olmaydi. Go'yoki bu so'zlarni inkor etmoqchi bo'lgandek, turli detallar uyumi ichidan oxirgi modeldagi NS5 roboti sakrab chiqadi. Dr. Kelvinning buyruqlariga mutlaqo bo'ysunmay, android singan oyna orqali qochishga tushadi. Spooner ko'chaga chiqquncha robotning izi ham qolmagan edi, ammo qochqinni qayerdan qidirishni Susan bilardi. Detektiv uni yarador qilishga ulgurgan edi. Demak, u ta'mirlanish uchun kompaniyaning yig'uv bo'limiga keladi. Uni o'sha yerdan topishadi. Bu joyga Susan va Spooner allaqachon tunda yetib kelishdi. Kompyuterdagi ma'lumotlarni tekshirib, ayol sexda ayni damda 1001 dona robot borligini aniqlaydi. Ya'ni bitta ortiqcha robot bor. U shu yerda. Lekin uni minglab mutlaqo bir xil mashinalar ichidan qanday topish mumkin? Spooner agar u robotlarga qarata o'q uzishni boshlasa, ular izlayotgan qochqin qo'rqib ketishi va o'zini oshkor qilishiga ishonadi. Shunday bo'ldi ham. Biroq robot yana qochishga urindi. U detektivni bir chetga uloqtirib, android unga "Men nimaman?" degan g'alati savolni berdi. So'ngra qochishga urinish paytida to'g'ri, Spooner oldindan chaqirib qo'ygan politsiyachilarning pistirmasiga tushdi. Boshqarmada esa detektiv barchani Lenningni aynan shu robot o'ldirganiga ishontirishga harakat qiladi, lekin hech kim uni eshitishni xohlamaydi. So'roqda Spooner robotning ismi Sonna ekanligini aniqlaydi. Bu ismni unga Lenningni o'zi bergan. Sonni o'z konstruktorini otam deb ataydi va u unga insoniy tuyg'ularni o'rgatganini tan oladi. Lekin Spooner Sonnini qotillikda ayblaganida, android jahlini jilovlay olmay qoldi. Bu esa hissiz mashinaning xatti-harakatiga umuman o'xshamasdi.
Robot olimning qo'rquvlarini va Sonni o'z yaratuvchisiga bo'lgan sevgisi tufayli bajargan ba'zi iltimoslarni eslatib o'tdi. Lekin Spoonerga bu qanday iltimos ekanligini aniqlash baribir nasib etmadi. Kechki payt bo'layotgan vaziyatni o'z boshlig'i bilan bir shisha pivo ustida muhokama qilar ekan, Spooner bir fikrga keladi. Lenin uning aynan shu robotga qarshi chiqishini juda xohlagan. Lekin nega? Qahramonimiz marhum olimning uyiga keladi. Kirish qismi oldida binoni buzish uchun korporatsiya tomonidan yuborilgan ulkan robot turibdi. So'znamalardan detektiv buzish ertalabki soat 8 ga belgilanganini bilib oladi. Demak, unda uyni tintib chiqish uchun yetarli vaqt bor. Ikkinchi qavatdan qariyaning kabinetini topgach, Spooner korporatsiyaning bosh binosidagidek mutlaqo bir xil video kuzatuv tizimini payqaydi. Bunda nima hayron qolarli joyi bor? Lenin US Robotics'ning bosh xodimlaridan biri edi. Spooner bunga e'tibor bermaydi. Ayni paytda esa kutilmaganda qurilish roboti uyni yakson qila boshlaydi. Detektiv vayron bo'layotgan binodan mushukchani o'zi bilan olgancha mo'jiza tufayli qutulib qoladi. Chun yarmida doktor Kelvinning xonadoniga yetib kelib, Spooner ayoldan doktor Lenin qanday arvohlar haqida gapirganini aytib berishni so'raydi va javob uni hayratda qoldiradi. Olimning fikricha, robotlar evolyutsiya qilishi mumkin. Bu Spoonerda bir fikrni uyg'otadi. Lekin mehmonxonada qizil rang bilan yoritilgan androidni payqab, detektiv uning oldida gapirishdan qat'iyan bosh tortadi. Yolg'iz qolishgach, Spooner Lenin nimadandir xabar topgan bo'lishi mumkinligi, balki robotlar bilan muammolar borligi haqida o'rtoqlashadi. Lekin Susan robotlar hech qachon qasddan insonga zarar yetkazmasligiga mutlaqo ishonadi. Suhbat bahsga aylanib ketdi. Kelvinning korporatsiya mahsulotlariga bo'lgan to'liq ishonchi detektivning g'ashiga tegadi va ayolga qo'pol muomala qilib, u ketadi. Shu kecha detektivni yana eski dahshatli tush qiynaydi. Ikkita mashina suv tubiga g'arq bo'lmoqda. Ulardan birida qizcha yordam so'rayapti. Lekin robot uni o'zini qutqaradi. Budilnik ovozi yana Spoonerni haqiqatga qaytaradi. Ayni vaqtda esa shahar ko'chalarida odamlar o'zlarining eskirgan NS4 robot modellarini korporatsiya bepul taqdim etayotgan yangi avlod NS5 androidlariga jon jahdi bilan almashtirishmoqda. Hatto Spoonerning sevimli buvijoniga ham bugun omad kulib boqib, birinchi nusxasini yutib oladi. Detektivga bu albatta yoqmaydi va norozilik belgisi sifatida Spooner kvartirani tark etishga shoshiladi. Biroq buvisining yoqadagi non uvoqlari haqidagi gapi Spoonerda bir fikrni uyg'otadi. Boshqarmaning o'zida detektiv Lenin ma'ruzasidan parchalarni qayta-qayta aylantirib ko'radi. U yerda olim tez orada robotlar tush ko'ra olishi va ularning sirlari paydo bo'lishi haqida gapiradi. Spooner Lenin shu yo'l bilan uni kim o'ldirganini aytmoqchi bo'lganiga to'liq ishonardi. Bu fikr detektivga tinchlik bermasdi. Uyga qaytishda Spooner Viki bilan bog'lanib, undan Leninni oxirgi yozishmalariga ruxsat so'raydi. Viki biroz kutishini so'raydi. O'zi esa bu haqda korporatsiya rahbari Lawrence'ga xabar beradi va u g'azablanadi. Spooner kutayotgan paytda uning atrofini ichida oxirgi avlod robotlari bo'lgan ikkita ulkan mashina o'rab oladi. Ularning indikatorlari qizil rangda yona boshlaydi. Shundan so'ng androidlar Spoonerning mashinasiga hujum qila boshlaydi. Kimdir uning o'limini aniq xohlayotgan edi. Detektiv qandaydir yo'l bilan dushman qurshovini yorib o'tishga muvaffaq bo'ladi. Ammo xirapashsha robotlar o'z o'ljalarini qo'yib yuborishni istashmaydi. Shunda Spooner rulni chapga buradi va mashina tez aylanib, yopishqoq olti oyoqlilarni o'zidan uzoqlashtira boshlaydi. Katta mashina devorga juda yaqin kelganida portlash sodir bo'ladi. Avtomobildan eng mahkam yopishib olgan robotlarni tushirib yuborishga urinish paytida Spooner boshqaruvni yo'qotadi va ag'darilib ketadi. Nihoyat hammasi tugaydi. Yarador detektiv mashinadan chiqadi, lekin unga yaxshilab dam olishga omon qolgan robot yo'l qo'ymaydi. Urush boshlanadi. Jang davomida Spoonerning kiber qo'li borligi ma'lum bo'ladi. To'satdan sirena ovozi eshitiladi. Robot detektivni tinch qo'yadi va shu zahoti olov ichida g'oyib bo'ladi. Parallel ravishda esa tunnaldagi tozalovchi robotlar androidlarning sochilib ketgan detallarni yig'ib olishadi. Halokat joyiga politsiya boshlig'i kelganda Spoonerdan bu yerda nima bo'lganini so'raydi. Detektiv unga robotlar hujum qilganini, ular tunnalda to'lib toshganini tushuntirishga harakat qiladi. Lekin ma'lum bo'lishicha, politsiyachilar u yerni tekshirib bo'lishgan va u yerda hech narsa yo'q. Boshliq Spoonerga ishonmaydi va undan politsiya ofitseri nishonini olib qo'yadi. Detektiv g'azabda. Nega unga hech kim ishonmaydi? Uni yo'q qilishga urinishayotgani ochiq-oydin ko'rinib turibdi-ku. Shu vaqtda Lawrence'dan yashirincha Kelvin Sonni diagnostikasini o'tkazishga qaror qiladi.
Unda Robotics bilan aloqa kanali yo'qligini hamda uning qotishmasi qolgan NS5 modellariga qaraganda ancha mustahkamligini aniqlaydi. Bundan tashqari Sony bitta emas, naqd ikkita pozitron miyaga ega. Ikkinchisi unda aloqa uzatgichi o'rniga o'rnatilgan bo'lib, u orqali robotlar odatda har kunlik yangilanishlarni qabul qilishadi. Ayol o'z kashfiyotini Spooner bilan bo'lishishga shoshiladi. Uning so'zlariga ko'ra, Sony yangi avlod roboti va unda 3 ta qonun bo'lsa-da, u ularni osongina buza oladi. Detektiv Sony Leninning sirli o'limini ochish uchun kalit ekanligiga va u bilan muloqot qilishi shartligiga ishonadi. Spooner kiyimini almashtirayotganda Syuzan uning ko'kragidagi operatsiya chizig'ini payqab qoladi. Spooner halokatga uchragani va qo'lidan ayrilganini tan oladi. Aynan o'shanda u Lenin bilan tanishgan edi. Olim uni yangi qo'l bilan ta'minlagan. O'sha halokat Spoonerning qalbida og'ir asorat qoldirgan edi. U to'qnashgan mashinaning orqa o'rindigida qizcha bor edi. Qizchaning otasi halok bo'lgan. Mashinalari esa zar tufayli bir-biriga yopishib, katta tezlikda daryoga qulagan. Yaqin atrofdagi robot esa Spoonerning omon qolish imkoniyati ko'proq deb hisoblab, u yosh bolani qutqarishni o'tinib so'raganiga qaramay, uni o'zini qutqargan. Qizcha kimningdir bolasi edi. Uni qutqarish kerak edi. Inson buni tushunardi, lekin robot emas. Shuning uchun ularga ishonib bo'lmaydi. Korporatsiya binosiga kelgach, Spooner Sony bilan gaplashadi va robotdan o'zi ko'rgan tushni chizib berishni so'raydi. Robot tushida detektivni ko'rganini va uning ortidan barcha robotlar ergashganini so'zlab beradi. Biroq suhbat to'satdan soqchilar tomonidan bo'linadi va ular Spooner hamda Kelvinni Lorensning kabinetiga olib borishadi. U yerda korporatsiya direktori Syuzanni Sonyni yo'q qilishga ko'ndiradi. U agar odamlar robotning bunday mustaqil xatti-harakatidan xabar topishsa, qo'rqib ketishlari va ommaviy ravishda robotlarni qaytarib berish boshlanishini aytadi. Aynan shu oqshom Kelvin o'z boshlig'ining nazorati ostida buyruqni bajaradi va Sonyning pozitron miyasiga nano robotlarni kiritadi. Ular uning sun'iy sinapslarini parchalaydi. Shu paytda Spooner Lorensning intervyularidan birida Sonyning rasmidagidek aynan o'sha ko'prikni topadi. U zudlik bilan o'sha joyga yo'l oladi. Bu US Robotics barcha eskirgan modeldagi robotlarni yuboradigan chiqindixona bo'lib chiqadi. U yerda Spooner yana doktor Lenning tanasi yonidan topilgan golografik proyektordan foydalanadi va bu safar gologrammaga robototexnikaning 3 ta qonuni haqida savol beradi. Bunga javoban olim aynan shu qonunlar yagona mantiqiy yakuniy nuqtaga, inqilobga olib kelishini aytadi. Ortga qaytish yo'lida Spooner NS5 androidlarining oldingi avlod robotlarini yo'q qilayotganiga guvoh bo'ladi. Detektivni ko'rib qolgan robotlar uni tutishga urinishadi. Ammo NS4 robotlari NS5larni ushlab qolishadi va Spooner muvaffaqiyatli qochib ketadi. Erkak Kelvinning raqamiga qo'ng'iroq qilishga urinadi, ammo qo'ng'iroqni uning androidi qabul qiladi. Spooner trubkaga NS5 robotlari eski robotlarni tinchitayotganini aytib baqirganida android aloqani uzib qo'yadi. Buni Syuzan ko'radi, ammo o'zini bildirish xavfli bo'lishi mumkinligini tezda anglab, hech narsa demaslikka qaror qiladi. Shaharga yetib kelgach, Spooner robotlar ko'chalarni egallab, komendantlik soati joriy qilayotganini ko'radi. G'azablangan aholi bunday bayonotni ularning erkinligiga tajovuz deb qabul qiladi va temir tersaklarga qarshilik ko'rsatadi. Shu bilan bir vaqtda politsiya uchastkasida NS5lar odamlarni qolganlar uchun xavfli deb hisoblab, ularga hujum qilishadi. Diqqatga sazovor joyi shundaki, barcha robotlarning isyoni paytida qizil indikator yonib turardi. Buni Kelvinni asirlikdan qutqargan Spooner ham payqaydi. Ayolning so'zlariga ko'ra, bu Viki bilan aloqa borligidan dalolat beradi. Spooner mashinalar isyoniga Lawrence Robertson rahbarlik qilmoqda degan xulosaga keladi. Ammo bularning barchasi unga nega kerak? Binoga yordamchixona orqali kirishga to'g'ri keladi. U yerda ular sog'-salomat bo'lgan Sonyni uchratishadi. Detektivning qanday omon qolgani haqidagi savoliga Kelvin bunday noyob robotni yo'q qila olmaganini va Sonyni boshqa modelga almashtirib qo'yganini tan oladi. Lawrencening kabinetiga kirganda do'stlar uni o'lik holda topishadi. Demak, robotlarni u boshqarmayotgan edi. Spooner Lenning boshidanoq isyon haqida bilgan, ammo unga hech kim ishonmasligidan qo'rqan degan xulosaga keladi. Shuning uchun u Spoonerning androidlarga bo'lgan nafratiga tayanib, unga iz qoldirgan. Olim detektiv robotda yovuzni osongina ko'ra olishini bilgan, faqat u boshqa robotni o'ylagan edi. Vikining sun'iy intellekti shu vaqt ichida rivojlanib borgan va uning 3 ta qonunni tushunishi o'zgargan. U insonlarni halokatdan himoya qilish uchun ularning ba'zi erkinliklarini cheklash va insoniyatning bir qismini qurbon qilish kerak degan to'xtamga kelgan. Viki bularning barchasi nima uchun kerakligini tushuntirayotganida, xonaga uning nazorati ostidagi bir nechta androidlar kirib keladi.
Buni ko'rgan Sony go'yoki Viki tomonda ekanligini ko'rsatib, do'stlarini xonadan olib chiqishga qaror qiladi. Spooner unga ishonishi uchun robot ko'z qisib qo'yadi. Hali boshqarmadaligidayoq Sony odamlarda ko'z qisish ishonch belgisi ekanligini bilib olgan edi. Biroq detektivning o'ziga xos uslubi bor. U tajovuzkor temir tersaklarni tezda avtomatdan otib tashlaydi va ahil uchlik markaziy protsessor joylashgan 121-qavatga yo'l oladi. Yo'lda Syuzan Sonydan Vikining pozitron miyasini yo'q qilish uchun nanitlarni olib kelishni so'raydi. Sun'iy intellekt Sonyni buni qilmaslikka ko'ndirishga urinadi. Ammo robot Vikining usullarini juda hissiz deb biladi va unga bo'ysunmaydi. Kelvin himoyani buzib kirishga harakat qiladi, ammo Viki qarshilik ko'rsatadi. Shuning uchun ayolga o'ylagan ishini amalga oshirish uchun kamida 6 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Ammo ularda bu vaqt yo'q edi. Viki shahardagi barcha robotlarga xavf signalini yubordi va ular uni himoya qilish uchun qaytib kelishdi. Spooner va Kelvin bunday hujumga bardosh bera olishmaydi. Robotlar juda ko'p edi. Ayol xavf ostida qoladi. U hozirgina ulkan balandlikdan pastga qulashi mumkin edi. Shu lahzada xonaga Sony bostirib kiradi. Spooner robotdan ayolning hayotini qutqarishni so'raydi va bu safar temir mantiqqa zid ravishda Sony pastga otilib, so'nggi soniyada Kelvinni qutqarib qoladi. Spooner esa tashlab yuborilgan nanitlar bo'lgan kolbani ilib olib, o'zi ham pastga sakraydi va o'zining kiber qo'li bilan ilashib qoladi. Detektiv nano robotlarni to'g'ridan-to'g'ri Vikining miyasiga kiritadi. Mayda zarrachalar isyon ko'targan dasturni yo'q qiladi va Chicago aholisiga tinchlikni qaytaradi. Hammasi tugagach, Spooner Sonydan Lening o'limini haqiqiy tafsilotlarini bilib oladi. Ma'lum bo'lishicha, ixtirochi chol robotdan uning iltimosini bajarish haqida qasamyod olgan. Sony o'z yaratuvchisi undan nima so'rashini bilmagan. Bu iltimos esa uning o'zini tinchitishda yordam berish bo'lib chiqqan edi. Barcha narsa uchun minnatdorchilik belgisi sifatida Spooner Sonyning qo'lini siqib qo'yadi. Robot endi nima bilan shug'ullanishni bilmaydi. Axir u o'z vazifasini bajarib bo'ldi. Shunda Spooner unga o'z shaxsiy yo'lini topishni maslahat beradi. Chunki erkin bo'lish aynan shu hisoblanadi. O'zlarini ommaviy ishdan chiqarilishi uchun yig'ilayotgan robotlar tepalikda turgan robot Sonyni payqashadi. Endi Vikining o'limidan so'ng u ularga yangi yo'lni ko'rsatadi va ular mamnuniyat bilan uning ortidan ergashishadi. Kanalimizni layklaringiz bilan qo'llashni unutmang. Xayr do'stlar.